Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. 25-may hafta kuniga yakshanba Namangan mashina bozoriga do'stlar yetib keldik. Sizlar uchun o'rtoqlar mana bu tomonda labolarni videosini qilib chiqdim. Jiguli bozoriga kirsam do'stlar, Jiguli bozorda deyarli bir nima deydi, normal Jigulilar juda kam. Bugun bozorda odam ham kam, mana bu yerlar o'rtoqlar bo'sh, manalar bu yoqqacha bo'lib ketardi. Hozir anchagina bo'shab qolibdi o'rtoqlar. Hozir endi mana Damas qatoriga kirib kelyapman. Damaslarni ham ko'ringlar. Damaslar ham juda oz qolibdi. Soat endi 9:10 bo'lyapti bozorda. Odamlar ham zerikdi shekilli. Yo, mashinaga to'ydimi deyman, xalqimiz. Savdolar yo'q. Savdo o'ta darajada tushib ketgan o'rtoqlar. Videoni o'tkazmasdan diqqatni tomosha qilsangiz iloji borini o'sha arzon iloji boricha imkon qadar chiroylilardan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hozir Damas narxlari bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. Mabodo sizlarda ham shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga kelib mana bunaqa o'tirib qaytib ketmaysiz do'stlar. Bizda sotish koeffitsiyenti anchagina yuqori. Juda ham ko'p obunachilarimizga onlayn reklama qilib sotib ishlarni bitirib beryapmiz. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, tepadagi raqamlarga murojaat qilib olsangiz, Telegram kanal ham ochganmiz, unga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, bozorga chiqmagan mashinalarimizni ham shu Telegram kanalimizda kuzatib borishinglar mumkin. Endi o'tiraman mana, ko'rib turibsizlar, bozor sus. Qulay bormi? Nima gap Alisher? Aka, o'rmang, yaxshimisiz? Hozir keldingiz shekilli? Jigulini puligan. Jigulini puliganmi? Necha yil buni? 99. Necha pul deyapsiz? 1200 bo'lsa berib yuboraymi? 1000 ga bo'lmaydimi aka? 1000 qilyapti-da. Bermayapsizmi? 1000 qilyapti. Ayb kamchiligi yo'qmi? Yurish turishlari yaxshimi? Kuzov kuni xolos. Motor, korobka hamma joyi yaxshi. Hamma joyi yaxshi. O'rtoqlar 1200 bo'laydigani. Qashnaqa hamma past. 150 aqabaqa 100 amma. 1100 qilib beraylik. 1000 qilyapti bir bozorga solaydi. Bu o'sha 1100 naq berishadi. Telefon qilishsa Moybeguzdan deganlarga. Moybeguz. Klientlar bo'lsa bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, mashinada ayb kamchiligi yo'q. Bitta aybi shu kuzupida ozgina shu qaraydigan joyi bor. Lekin o'zim uchun, dehqonchilik uchun minaveraman degan akalarimizga $1100 Oybeguzdan chiqib ko'rib chiqdim deganlarga bo'lsa berib yuboramiz deyishyapti do'stlar. Hujjatlarda muammo kamchiligi yo'q-a. Generaliy оформление bo'ladimi aka? Mana ko'ringlarchi, mashinamiz sensatsiya $1100 ga Damas ko'rsatsak nima deysizlar o'rtoqlar mana. O'sha arzon qulay narxda Damas o'ragan obunachilarimizga hozir kirib keldilar. Hozir salomatlik qilayotgan joyimda o'sha hozir kepshaga qo'yishuvdi. Ana birinchi bo'lib hali hech kim bozorda ham ko'rgani yo'q. Bir bozorga ham solib ko'ray deyishyapti. O'sha o'zlarida shu $1000 qilishgan ekan, berishmabdi o'rtoqlar. Mana olinglar mana o'rtoqlar. Endi mana eshitdi, mana endi kuzupida ishi bor mana shularda o'rtoqlar endi. Voy, nima gap? Ishlar yaxshimi? Sotiladimi ham? Olmasinlar. Chachami? Ishlar yaxshimi? Azasiz. Sotiladimi bu ham? Ha, ko'ryapsizmi? Olyapsizmi siz ham? Nech pul deyapti? 2,5. Necha yili? 99. 99 a? 1,5 ming so'rayapmiz. Вообще zo'r, gap yo'q. Raska ishlar olib ketdimi? Ha, voy, narxlar вообще. Aka, buni 1100 ga beraman deyaptilar. 1000 ga bo'lsa 1000 so'rabdi, bermayapti ekanlar. Xo'p, aka, hujjati joyida, generalniy оформление Bo'laveradi. bo'ladi. Telefon Hozir raqami. operator birmi? 50 883 50 883 0880 08 81 81 raqamiga Oybeguzdan chiqdim deganlarga 1100 naq sanaganga berib yuboramiz aka. Bo'ldi. Ana o'rtoqlar mana. $1100 ga Damas so'ragan obunachilarimga aql kesaloqiga chiqinglar. Xo'p, yaxshi, ketdik. Xo'sh, o'rtoqlar mana bozor holatini qaranglar. Qaysi biridan olsak ekan? Aka, sotamizmi buni ham? Ha, shu narxini qimmat etsangiz sotalmay turaveramiz, mana shunaqa qilib. Qayincha nimaga? Ishlayapsiz? Ishlayapsiz? Sizmisiz? Mazayapsiz? Necha yili?
98 ga. Nech pul dedik? 2500 ming ödesh kerak, 2200 ming. Ha, ana shunaqa deysiz-da. Keyin nech pul qilib beramiz? Obunachilarga pul zarur bo'lsa, nech pulga mana bozorda ko'rdingiz savdoni Esa 1800 ga ham berib beramiz. Ama kami yo'q. 1800 ga. Moz korobkalar jim qilib bergan. O'rtoqlar mana 1800 dollarga bozordan mana ko'rishdi, bozorga ham solib. Bozorda ko'rishdi, narx-navolar bilib, mana akamiz oxiri 1800 ga bo'lsa, mana berib yuboraman deyapti. Hujjatdan muammo yo'q-a? Generalniy оформление Generalniysi 1,5 yilga bor, oformit bo'ladi. Oformit ko'rishadi. bo'ldi. Mashinalar kamchiligi yo'qmi? Yurish-turishlari yaxshimi? Moz korobka rasxodlari yo'q-a? Mana ko'ringlar o'rtoqlar, balon, choklarimiz. Mana salonlarini ko'ringlar. Salonlar ham yomon emas. Bemalol kiraga chiqsak bo'laveradi o'rtoqlar. Mana olib bitta oilani nimasini temperaturavadi, xotirjam, ha? Xo'p, benzin gaz yuradi-a? Benzin gazga yuryapti o'rtoqlar mana. Bo'ladigan 1800 telefon raqam. 97 kodi bilan. 075 77 07 raqamiga Oybekizdan chiqdim deganlarga 1800 ga berib yuboramiz, ha? Bo'ldi. Mana do'stlar, ko'ringlar, Damas narxlari haqiqatdan tushib ketdi, ha? Xo'sh o'rtoqlar, ketdik biz. Zamatdagi labolarimizga, labo deyman, ha, Damaslarimiz. Aka, voy, nechi deylar? 98. Ha, 1-2 qilinganmi? 1-2 qilinganmi? Ha, o'rtoqlar mana 98 Damas 1-2 qilingan variantidan. Endi kraskalar qanaqa aka buni? Bor. Kraskalar bor, ha, bor. Motor korobka mostchi. Yaxshimi? Yurish-turishda ayb kamchiligi yo'qmi aka? Motorlar ham qaram avtomobil. Hop, benzin gaz yuradimi? Benzin gaz hali hammasi ishlaydi. Hammasiga yuradi. Xo'p. Nech pul deyapsiz aka? 28. Kam bormi? Bozor nech pul qildi aka? Bermaganingiz. Yo'lida qilib aytavering. Bozor 2200 qildi. Naq. Bermadingizmi? Berasizmi shu bermaganingizga? O'z kelishamiz. 2300 ga berasizmi? Naq bitta desa demadingizga. Kelishamiz-da. Telefon qilasizmi? Telefon nomerini bering. 91 91 293 293 1151. 1151. Xohlagan ustasini olib kelib, minib, ko'rib tekshirib. General chiqadimi? 2 martadan beramiz. Bo'ldi. General 2 martalar o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Aka bozoringiz bersin, dolasi Oybekizdan chiqdim deganlarga chiroyli qilib beramiz, aka. Xo'p aka, bozoringiz ketdik. Kishiga 5 dollar, 9 dollar bonusi bor. Ana, gap yo'q aka. Ishlayapsizmi, charchamaysiz, mazasizmi? Xo'sh. Abi savdo bo'lyapti-ku. 18 kimdan? Sizdanmi bu ham? Ha? 18. Kraska qanaqa aka? Kraska kapalarni orqa kirlon tegdi. O'zing aytaysan. Ozgina mayda nimasi bor ekan-a? Lekin jim. Xo'p. Motor korobka mo'sayib kamchiligi. Kraska nech bitta mana shu nimada xolos, ha? Xo'p, benzin gaz yuryapti. Variant bormi aka? Yo'q, ha naqdga. Naqdga qancha naqdga? Naqdga bo'ladigan aytaman. Ha, magazindan aytavering. Buni bo'ladigan narxi 4650 ga bering. 4600 hisob bo'lmaydimi? 50 50 ga o'shanga. Nima bo'ladi? Shu barakada. Bo'ldi. General chiqadi? Bozordaman. Telefon raqam nechi bunga? 90li. Hop, 693 90 693 0770. 0770. Bo'ldi. Mana o'rtoqlar pollarni ko'rsatib qo'yay, orqalarini ham, ha. Mana. Ko'ringlarchi, hozir mobodo sotib ketib qolmasa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana pollari ham mana 18 dedik-a. Yurgani qancha? Ha, 374 ming yo'l yurgan o'rtoqlar mana. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Hozir menimcha savdosi bo'lyapti, mobodo sotilib ketib qolmasa, mana murojaat qilaverasizlar. Xo'p. 98 mi? 98-yil. Kraskasi qanaqa? Strashniy ular nimalari yo'qmi? Dehqonchilikmi?
Dehqon akalarimizdan. Xo'p, motor korobka muslar qanaqa? Motori yaxshi aka. Zadmos bilan korobkasi ozgina korobkada chiqib turadi nimasi. Ovoz a? Xo'p, hadovoy yurish-turishlarida kamchilik yo'qmi? Yaxshimi? Yaxshimi yurishlari? 10 to'la mana ko'ringlarchi. 98. Xo'sh. Mana salonlarni ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana chexol, polik. Mana. Nech pul deyapsiz aka? Yaxshi. Buni aka 1800 dan. Kam bormi? Ozgina o'tib beraman, ko'p emas. Qancha? 1,5mi? Uyitdi. 16 uyitdi. 16 qilib beraman oxiri. 1,5 ga berasiz. Naq bo'lsa, 1,5 ga endi yozib qoldi. yozmas, yaxshi. Bir o'ylab ko'ring aka, telefon qilishadi. 1,5 ga. Telefon nomeringizni bering. 94lik 155 60 35. Hujjatda muammo yo'q-a? Hujjatlarga yaxshi aka. General chiqadimi? Generalni bilmadim, gapirish kerak degansiz, chiqib qolish ham Xo'p, mumkin. gaz, benzin Gaz benzin yuradi. Gaz yuradi, benzinni bir ko'rsatib olish kerak. Benzinni bir ko'rsatib olish kerak. Bo'ldi, o'rtoqlar mana. Ma'qul kelsa, bir akaga aloqaga chiqib ko'rasizlar. 1600 ga bo'lsa berib yuboraman deyishyapti. Agarda mana Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga shu 1,5 ga bir o'ylab ko'raman deydi. Ma'qul kelsa do'stlar mana aloqaga chiqasizlar. Aka bozoringiz bersa, xudolar telefon qilishadi. Xo'p. Qani, super narx hozircha bitta bo'lib turibdi, boshda oldim. Shuni 90 ga bering. Qani? Abonachilaringizga arzon qilib bering. Bo'ldi, mana shu akanikini shunday olay. Kelaman hozir. Mana olib tursiz. Necha yili? 2011 o'rtoqlar. Ko'ringlarchi, kraska necha foiz endi? 15% yurasiz. 10-15% bor. Lekin unaqa strashni udar kalta yo'qmi? Yo'q. Hop. Benzin gazga yuryaptimi? Ko'rib turibsiz, Mana salonlarni ham ko'ringlar o'rtoqlar. Hop. Motor, korobka, mos. Yaxshimi? Kamchiligi yo'qmi? Hadovoylar yurish-turishida. Nech pul? Qani? 3400 ga beramiz narx. 3150 qilib turishibdi hozir. Olarman. Ha. 3400 bo'lsa beramiz. 3400 siz obunachilaringizga 3,5 emas 3400 ga beramiz. 300 deylik, shuni Siz obunachilaringizga beramiz. beramizmi? O'rtoqlar mana $3300 Oybeguz kanalidan ko'rib keldim deganlarga bo'lsa, ana berib yuboraman, xohlagan ustasini olib kelib minib ko'rib tekshirib oladi. Yo'qsa tepasida turib baraka qilib o'lishaveradi. Telefon raqamini bering. 93 kodi bilan 509 0022 raqamiga do'stlar mana tez aloqaga chiqaverasiz. Sotib ketib qolmasa mana ulgurib qolinglar. Xo'p, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Xo'sh. Sotamizmi aka? Nechi deydi? 2009 ni ham bir ko'ringlarchi o'rtoqlar. Nechi foiz endi kraskamiz? 15-20%. Motor, korobka, mos, eng asosiysi. Mosda oz-moz bor. Oz-moz bor. Xo'p, chexol polik o'rtoqlar mana ko'ringlar. Tayyor. Benzin, gaz? Faqat gaz. Gazda. Surgan 2014 yil yangi balon. 2014 ekan, gaz balonni ham yili. Mana o'rtoqlar. Ko'ringlarchi. Nechi pul aka? 20 ham bor. Ha, puli? Puli nechi pul? Qadalgan aytayim. Ha, o'sha magazin narxi. 2008 ga beramiz. Zerikkan narxingizmi o'sha? 2900 deb qo'yuvdi, 2008 ga beramiz. Oxiri. Ha, siz kanalingizdan telefon qilasiz. Oybeguzdan chiqdim deganlarga $2800 bo'lsa Butun moshina berib yubordik deysham. Qo'llari ham hammasi zo'r. Tel- Hadovoylari zo'r. Telefon raqami. 94lik. Ha, 504 94lik 504 52 52 50, ha? Shu nomerlarga do'stlar bexijolat. Faqat naqa Ana. variant yo'q-a? Hayitgacha qo'yib beradi, 15 kungacha qo'yib beradi. 15 kungacha yo'l qo'yib beramiz deyapti. Bo'ladigan o'rtoqlar mana 2008 ga bo'lsa olinglar o'rtoqlar mana. Xo'p. General chiqadi?
Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p. Qani aytibdi akam. Qo'yib bering deyishyapti-da. Ha, ketdik endi. Mashmoshdan sotdi. Usta o'zab kelaman ana. Ha, bo'ldi, olib kelavering. Yo'q, aka qayga ketibdi, o'zlaridan ko'rsin. Voy, nechta pul aka bu? Nechta pul? Kemi bor. Sonra aytaylik. Qancha? 2009 10% kraskasi. Oybeguz kanal. 4000 kam bormi? 2009 da? Necha pul qilishyapti? Hali qilib turishibdi, oxiri qilib turishibdi. Necha pulga bermadingiz, bermagandingiz? 3300 ga bermadim. 3300 ga? O'zi yetib borib qolibdi o'zi. Mo'shda-da. Yo'q, 25 va tipsha beradilar. yo'q, 25 bilan a? Ha. Qarabqa motor zadimiz o'chirmagan hali. Seriozmi? Seriozmi? 270 ming. Doğru 25 metre bir şey, 25 bulan ham radno chiqib, buniki ham radno bo'lar ekan. Aka necha pul qilib berasiz? Yo'q, sonra aytaylik, aytib ketaylik. Muvaffaqiyati qattiqlatib qoldi. Biz dangadangiz gapiramiz, kuzatib turamiz. O'sha obilachilar qarab turibdi-da mana. Yashamizni Instagramda. Qara 3300 ga bermadingiz. Ha. Tepasiga yurganga beramiz. Ozmas yurganga, mo'ljalga yaqin a? Ha. Variant ham bor a? Qancha 1 oyga olib beramiz. 2000 puli borga. 1-2 oyga. Chiqarib beramiz. Generalni оформление Bo'ladi. bo'ladi. Telefon. Onlayn ham chiqaveradi. Ha, bo'ldi. Telefon raqami 94 94 500 500 45 45 40 raqamiga o'rtoqlar mana. Ko'ringlarchi, bir qator mana pollarni ham ko'rsatib. 5% dedingizmi kraskasini? 10% a? Xo'p, mana o'rtoqlar salonlarini ko'ringlar. Qaytida endi 10%. Mana taglarda, karnizlardami? Mana balon, disk o'rtoqlar mana ko'ringlarchi, oldidan bitta ko'rsatib qo'y. Xo'sh. Instagram va YouTube'da chiqadi bu video. Oybeguzdan. Aha. Xo'p. Bunisi ham sizdanmi? Nechi bir yili? 2004. 2004. Damas bir o'rtoqlar ko'ringlarchi, 2004. Kraskasi qanaqa buni? 20% cha bor. Unaqa strashniy udar kaltaklar yo'qmi? Xo'p, bu ham minishga tayyor a? Benzin gaz yuryaptimi? Yuradi. Benzin gazga yuradi deyapti o'rtoqlar mana ko'ringlarchi. Oh, gap yo'q. Nechi pul aka bu? Ha? Nechi pul? Buni 2008 kami bor debdi. 2004 ya? Ha, 2004. 2600 ga beramiz. Chaqimmat emasmi? Yo'q, 2 yilga bermadi. Ha? Mana reklama qil, mana suv ichibdi-man, choy ichibdi-man deb reklama qil. Oting nima? Muhammad Amin? Ay gap yo'q. Nechasisan? Yoshsan? Ha, gap yo'q. Xo'p, aka, necha pul qilib beramiz? 2600 ga beramiz. 2,5 deng. Yo'q, 2 yilga bermadim. 2600 ga beramiz. 2,5 emas. Yo'q, 2 yilga. Bir o'ylab ko'rasizmi? Ha, chiqacha o'zingiz gaplashamiz. O'ylab ko'ramiz a. O'ylab ko'rishadi o'rtoqlar. 2,5 atrofda bitiramiz a. Telefon raqam 94 94 500 500 45 40. 45 40. Oybeguzdan tushdim deganlarga Ha, tushib beramiz. qilib beramiz. Navbatdagisi 98. 98 o'rtoqlarni. Barda o'ylan bo'lsa ham men nima bilaman deganlarga, ha? Ko'ringlarchi. Tayyormi bu ham? Kamchiliklari yo'qmi? Yo'q. Motor korobka muz. Mustaqil ovoz bor, korobka motori yo'q. Zigzag butunmi? Butun. Bormi sibarga yorib? Yo'qmi? Yo'q, yo'q. Pechat. Ko'ring. Yo'q, anaqa pechat bor. Sepilgan qarasizda. Ama siz pol sepilgan bu. Qani bo'ldi mana o'rtoqlar.
Voy, tagidan ham ko'rsatib qo'y. Xo'p, benzin gaz yuradimi? Bilmaman benzin bo'lishi. Xo'p, chexol poliklari bor-a? O'rtoqlar mana chexol polik yaxshi. Xo'p. Nech pul bu aka? 2300 Bo'ldi. kami bor. Qancha? 2300 kami bor. 2300. Kami bor. Bozor nech pul qildi bermadingiz? 2000 qilibdi. Zo'r bo'pti 2000 ga berish kerak. Beramiz o'shaga. Beraverim. Sizdan chiqdingiz beraverim. O'rtoqlar 2000 ga bo'lsa berib yuborashadi. Albatta Aldan desa. Oybekizdan chiqdim deganlarga 2000 ga. Telefon raqam bitta oxirgi marta qaytarib qo'yish bilan tugash kerak, 94 lik. 500 500 45 40. 45 40 bo'ldi aka. Dollar saloqa chiqsa-da, bozoringiz bersin. Xo'p. Qani qaysi biri? Bitta. Like podpiskani ayamaymiz, ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchama, mazangiz yaxshimi? Charchamay, Ishlangiz yaxshimi? Charchamay turibsanmi? Rahmat. Nima yangiliklar? Bu like, podpiska bo'lsa-da, bu antikvarlardan olsan, keyin podpischilar yana ham ko'payadi. Antikvarda qayerdan topdingiz buni? Bu eksportga ishlangan mashina. Eksportga chiqqan Ha, variantda. eksportga koreyskiy. Yili ham 96mi? Koreyskiy. O'rtoqlar 96 koreyskiy deyishyapti o'rtoqlar. Mana ko'ringlarchi. Propan benzindami? Propan benzin. Narxi 3700. Narxini 3700 yozib qo'yibsizmi? Polni shumka bo'lgan. Polni shumka? O'rtoqlar mana qani ko'ringchi bu vohadan kelibdi-da bu ham, ha? Diskalarni ham ha, chiroylisdan qo'yib qo'yibsiz mana. Chiroyli balon diskalari o'rtoqlar mana. Salon, salonni qaranglar buni. Shubkalarimiz. Voy, o'zgacha-yu bu, ha? Qaranglar salonni, qaranglar. Gap yo'q, kolonkalarimiz bor ekan tepada. Mana Jaloliddin akamiz kuylayaptilar mana bu yerda. Chexollarni voplab qo'yishibdi-yu, ha? Gap yo'q, polni shumka ekan mashinam. Mana uslutlari ham bor ekan bu yoqda. Oho, qoyil. Polni shumka, pollarigacha o'rtoqlar mana. Ko'ringlar. Pollarigacha. Uslutlarigacha. Ammo lekin salonda ichi bir boshqacha rang chiqibdi, bir yorqin odam kayfiyatini ko'taradigan rang bo'pti. Zo'r, haqiqiy bir ajoyib rangda bo'pti. Nech pul endi aka bu? 3700 tushib beramizmi buni? Endi ozmoz endi seni podpischilariga tushib bermasa bo'lmaydi. Nech pulga bermadingiz? Nech pulga bermadingiz? 3100 ga berilyapti. 3100 ga bermadingizmi? Qancha qilib bersin? Beramiz. Endi mayli, endi kelishtirib beramiz. Sen podpischilari endi sendan narsadan chiqsa, Ash bermaganingizga berasizmi? yo, endi unga berib olmasam berib olaman-ku hozir. Hozir turibdi. Nech pul qilishdi aka? 3100. Nechinchi yil? 96 koreyskiyda. Mo'ljalga yaqin ha? Ozmoz bor, kelishtirib beramiz. Bir ikki qadam yuraversa, Ha, yurib ketaveradi. Yurib ketadi. Shu ozgina shu oldingacha nima qadam tashalmay turibdi ekan. Shu jicha bir ikki nima yuraversa, Sinfdan ketib qolsa-chi. Like, podpiska bosilsa, telefon raqamingizni bering. 90lik, 90lik 050, 050 9007. 9007. Generalniy оформление. Bo'laveradi deb o'ylasin. Hujjatidan muammo kamchilik yo'q-a? Muammo yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib Xohlagan tekshirib olishadi. Variant yo'qmi ehtiyot pul ozroqlarga? Yo'q, variant emas, to'lka naqdga. Naqqa gaplashamiz. Bo'ldi. Aka, xudo xolasa telefon qilishadi. Yaxshi. Bozoringiz bersin. Yo'q, Xo'p like, aka. podpiskalarni ayamaymiz. Bo'ldi. Shipam ashada 7 kilometr bilan o'raydi. Ashada ishing tagida. Jigulinimi? Ma'lum. Bo'ldi. Hozir mana shu jicha qoldi. Hozir nima qilin ha?